Bu yeri tegi, oyoq tegi tashlanadi. Pastdan zax chiqmasligi uchun issiqlik faqat tepaga harakatlanish uchun anaqa ishlatilinadi. Bu yoqqa shlanka tashlanadi. Tupli pol shlankasi tashlanadi. Tupli pol shlankasi. O'sha yo'l qilib beradigan narsa bu. Mana shu barcha dahshat narsa bu nemis anaqasi. Ya'ni mana texnologiyasi bor-ku, nemisga rosa foydali narsa. Mana shu narsa nima qiladi siz? Mana shlankani bor-ku, issiqligi pastga o'tib ketmasligini, pastdagi zax tepaga chiqib ketmasligini o'rtada shunday ushlab beradi. Yuzdagi hamma issiqlik o'zida qoladi. Yoki chiqa ketmaydi. Bu necha pul kvadrati? Bu mana shu bitta donasi 29.000 so'm. Aka arziydi. Hisoblab chiqishgan, xolos cho't. Men qildim-ku tupli pol, lekin mashinadan qilmagan ekanman. Hozir o'ylanib qoldim. Buni yana yaxshi tarafini aytaman men sizga. Bu aka penoplast bo'lganligi uchun nafas oladi. Ayrim XPS'lar bor, ular nafas olmaydi. Ya'ni nam yig'ib qoladi. Bu nam Tagida mog'orlanib qolishi mumkin. Endi mog'orlanish, ya'ni misol tepaga qilsa, taxtani chiritib yuborishi, mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Tushunarli. Xo'p, endi bu mashina ichi polni mashinasi. Mana shunaqa narsalar, kezak. Xo'p.